Erkaklar diqqatiga tez hojatga chiqasizmi? Peshob tomchilaydimi? Pastki qorinda og'riq bormi? Erkaklik quvvati pasayganmi? Bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa, prostata muammolari jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Yechimi bor. Prostamix Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 18 xil tabiiy giyohli kuchli formula prostata muammolarini bartaraf qilishga 100% yordam beradi. Hoziroq 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling va turkiyalik mutaxassisdan bepul maslahat oling. Faqat bugun birinchi marta murojaat qilganlarga 50% chegirma bor. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. NTV telekanalini Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib ma'lum qilishicha, Rossiya ozod etilgan Konstantinovka shahrida halok bo'lgan ukrainalik harbiylarni jasadlarini topshirish bo'yicha gumanitar aksiya o'tkazishga tayyorligini Kiyevga bildirgan. Bu maqsadda Ukraina tomoniga 2026-yil 6-iyul kuni Moskva vaqti bilan soat 12:00 dan 18:00 gacha Konstantinovka shahrini o'qqa tutishni to'xtatish taklif etilgan. NTVning urg'u berishicha, Ukrainaga yakshanba kuni kechki paytgacha mavjud maxsus xizmatlar aloqa kanallari orqali o'z qarori haqida Rossiya qo'mondonligini xabardor qilish uchun vaqt berilgan. Konstantinovka, Slavyansk, Kramatorsk va Drushkova bilan bir qatorda 4 ta qala shahardan biri hisoblanadi. Uni strategik ahamiyatini hisobga olgan holda Kiyev 2014-yildan buyon u yerda yaxshi mustahkamlangan mudofaa pozitsiyalari tizimini barpo etgan edi. Shahar va uni atrofini ushlab turish uchun Ukraina qurolli kuchlari 7 ta brigadadan iborat guruhni jamlagan. Ular jami 45 ta batalyonni tashkil etgan bo'lib, shaxsiy tarkibi 15,5 ming nafargacha harbiydan iborat bo'lgan. Rossiya Mudofaa vazirligining ma'lumotiga ko'ra, Ukraina shundan 13,5 ming nafar askarini yo'qotgan. Shuningdek, Ukraina armiyasi 14 ta tank, 283 ta zirhli texnika, 1400 ta avtomobil, 200 ta dala artilleriya quroli va reaktiv zalpli o't ochish tizimini 8 ta uchirish qurilmasidan mahrum bo'lgan. Endi Putin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bilan 1,5 soat davom etgan telefon orqali muloqot haqida qisqacha so'z yuritamiz. E'tiborli bo'ling. RT agentligiga Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakovning ma'lum etishicha, Vladimir Putin Donald Trump bilan telefon orqali suhbati davomida Ukrainadagi mojaroni siyosiy diplomatik yo'l bilan hal etish maqsadga muvofiqligini ta'kidlagan. Biroq bu Rossiyaning prinsipial yondashuvlari inobatga olingan holda amalga oshirilishi kerakligini aytgan. Bundan tashqari Putin Trumpni va butun Amerika xalqini Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan tabriklab, Amerika davlatchiligini shakllanishida Rossiyani hissasini eslatgan. Yetakchilar Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari tarixidagi umumiy sahifalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish muhimligini muhokama qilgan. Shuningdek, xalqlar Ikkinchi jahon urushi yillaridagi ittifoqchilikni hech qachon unutmasligi ta'kidlangan. Putinning aytishicha, Kiyev va uni Yevropadagi homiylari Ukrainadagi mojaroni cho'zish va keskinlashtirishga, shuningdek tinch aholiga qarshi terror harakatlariga tayanayotgani qayd etilgan. U Yevropadagi urush tarafdorlari voqelikni noto'g'ri baholayotganini bildirgan. Keyin Putin Trumpga maxsus harbiy operatsiya hududidagi haqiqiy vaziyat haqida, jumladan Konstantinovkani egallangani hamda Rossiya qurolli kuchlarining butun jangovar to'qnashuv chizig'i bo'ylab hujum harakatlari haqida ma'lumot bergan. Trump esa Ukrainadagi jangovar harakatlarni imkon qadar tezroq to'xtatishga ko'maklashishga tayyorligini bildirgan. Shuningdek, u mojaro yakunlanganidan keyin Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi hamkorlik uchun juda katta istiqbollar ochilishini qayd etgan. Muloqot yakunida ikki davlat rahbari Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida harbiy, siyosiy hamda iqtisodiy mavzular bo'yicha muloqotlarni davom ettirish muhimligini ta'kidlab, aloqada bo'lib turish va yaqin vaqt ichida yana telefon orqali suhbatlashishga kelishib olgan. Shuningdek, Rossiya prezidenti Trumpga Rossiyaga tashrif buyurish taklifini yana bir bor tasdiqlagan. Aniqrog'i, Putin Trumpni Moskvaga yana bir bor taklif qilgan. Endi Ukraina aholisini bir yilda qisqarish statistikasiga oid xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting.
Strana agentligiga bergan intervyusida ukrainalik moliyaviy tahlilchi Aleksey Kushni ma'lum qilishicha, Ukraina aholisi har yili taxminan 800 ming nafarga kamaymoqda va bu biznes hamda aholini xarid qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aleksey Kushga ko'ra, aholi soni qisqarmoqda va Ukraina har yili taxminan 800 ming nafar odamini yo'qotmoqda. Shundan 500 ming nafari sof migratsiya, ya'ni qaytib kelganlar bilan mamlakatni tark etganlar o'rtasidagi farq. Yana taxminan 250 ming nafar esa tug'ilishdan ko'ra o'lim ko'rsatkichi yuqori bo'lgani sababli kamaymoqda. Tahlilchini so'zlariga ko'ra, mazkur tendensiya aholini xarid qobiliyatini pasaytirmoqda, shuningdek biznes va bank sohasida turg'unlikni keltirib chiqarmoqda. Aleksey Kush joriy yil mart oyi oxirida ham Ukraina aholisini yillik kamayishi mamlakat markazidagi Vinnitsa shahri aholisini butunlay yo'qolishiga teng ekanini aytgan. Uning ta'kidlashicha, aholi qisqarayotganini ko'rsatuvchi 3 ta asosiy omil mavjud. Bular ham bo'lsa, o'smirlarning ommaviy emigratsiyasi, o'rtacha umr davomiyligini keskin qisqarishi hamda tug'ilish darajasini pasayishi hisoblanadi. Iqtisodchining fikricha, aksariyat oilalar o'g'il farzandlarini frontda halok bo'lishini oldini olish maqsadida 14-15 yoshga yetmasidanoq xorijga olib chiqib ketmoqda. Shu bois maktabni bitiruvchi sinflarda deyarli faqat qizlar qolmoqda. Ukrainaning Open Databot tahliliy resursi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda mamlakatda o'lim ko'rsatkichi tug'ilish darajasidan 3 barobar yuqori bo'lgan. Sababi 2025-yilda Ukrainada har bir yangi tug'ilgan chaqaloq hisobiga 3 nafar kishi vafot etgan. Eslatib o'tamiz, bundan avval Ukraina demografiya va ijtimoiy tadqiqotlar instituti direktori Ella Libanova mamlakat aholisi 2033-yilga borib ko'pi bilan 35 million nafarni tashkil etishi mumkinligini bildirgan edi. Uni fikricha, Ukraina mamlakatni tark etgan fuqarolarini yarmidan ko'pini ortga qaytara olmaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.